Aziz kuzatuvchilarimiz, hozir men Chimyonli Abduvasi Hojdog'a bilan birgamiz. Biz birga umra safarda bo'lganmiz. Hojdog'imizni hozir bir qiziq voqeotlarni gapirib beradi. Hojdog'a, mana hozir Hoji oshda o'tiribmiz. Turganimizdan keyin uyga borasiz. Uyga borganingizda sizni kim kutib oladi? Onam kutib oladilar. Aziz muhtaram kuzatuvchilar, onam kutib oladi deyaptilar. O'zingiz necha kirdingiz? O'zim 73 ga kirdim. Hoji onachi? Hoji ona 93 ga kirdilar. Maşallah, maşallah. Demek hoji ona hozir hayotlari? Hayotlar. Alloh rozi bo'lsin. Besh namozlarni o'qiydi, torat ibodatlarini qiladi. Hamdog'ini yaxshi hozir o'zi yurib, o'zi turib, torat ibodatini qilib, doim janamozda ustida o'tiradilar. Men kirsam oldilariga darrov kuchaga kelib olam deb bellarimdan, peshalarimdan o'padi. Men onamni qo'llaridan, oyoqlaridan o'paman. Maşallah, maşallah. Tanijoni sog' bo'lsin hoji onani ilohim. Azizlar, mana men buni ilinyapmanki, hammamizni onalarimiz, otalarimiz mana shu tabarruk yoshlarga kirib, biz o'shalarni hurmat, izzat, ikrom qilishni nasib qilsin. Hoji ota, siz baxtli odam ekansizda. Rahmat, rahmat. Hamma ham bizga o'xshab baxtli bo'lsin. Amin, amin. Hoji ona tanijoni sog' bo'lsin. Shunaqa azizlar 94 ga kirib, bolam qattiq yuribsan, kech qolmadingmi deb kutib olar ekan har kuni. Subhanalloh.